Opa, chotki. Okalar, mana shu Damas'ni sizlar yutib olasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir sizlarning Damas'inglar bilan men o'zimni Mersimi bitta test qilib ko'rmoqchiman. Qani qaysi biri kuchli ekan? Ketdi. Okalar, mana qaranglar. Arqonni bor, Damas o'zi bordi. Damas hamcha jinni bo'yasibdi. Bu ham shu tomon. Voy, nima bu, aka? Ukam, bu Karil kompaniyasining amortizator bo'ladi. Любой mashinaga bormi? Hamma mashinaga bor. Qarab, mana shu amortizatordan 3 ta komplektini shunday patpishlarga hadya qilib olamiz. Yutib olishi juda ham oson. Nima qilish kerak, aka? Mana shu videoga bitta like bosib qo'ying, aka. Kommentariyada qancha ko'p bir raqamini qoldirsangiz, yutib olishingiz oson bo'ladi. Damas qarang, akam, chiroyli qilib qo'yishgan. Mana shu Damas sizniki bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib deysizmi? Karil kompaniyasidan xohlagan turdagi zapchastlarni sotib olasiz va zapchastni ko'rishingiz mumkin. QR kod bo'ladi. Shu QR kodni skaner qilib ishtirokchiga aylanishingiz mumkin. Xudo xolasa Damasni aynan siz yutib olasiz. Agar siz Karilni mahsulotini sotib olishga vaqtingiz bo'lmasa, avtomotiv ko'rgazmasi bo'ldi 23-avgustdan 26-avgustgacha. O'sha yerda Karil mahsulotini sotib olib, joyda shu Damasdan yutib olsangiz bo'ladi. Aka, Damasning orqasidan-chi shuncha telefon topdim. Bular nimaga? Ukam 5 ta iPhone qo'yilgan, Damasdan tashqari 5 ta Android Galaxy qo'yilgan. Yana ko'p texnikalar bor-da. Hammasini o'sha joyda avtomotiv ko'rgazmada yutib olsanglar bo'ladi. Bu videoni-chi, ana mashinasi do'stingizga jo'natib qo'ying. Mana shu mashinani yutib olsa, siz ham sababchi bo'lib qolasiz. Videoga like bosib qo'ysanglar, biz xursand bo'lib qolardik.